Juda ham mazali, yengil bo'lgan medovый trafil tayyorlaymiz. Mevalari bilan juda ham mazali chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. 300 gram muzdek qaymoqqa vanilin qo'shamiz va 150 gramda sgusho'nное молоко qo'shib krem tayyorlab olamiz. Ancha kremimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi buni yulduzcha nasadkasiga o'rnatilgan qandolat qopchasiga solib olamiz. Endi urg'oqlarni shunaqangi desert idishlarga solishingiz mumkin. Xohishga qarab siz boshqacha idishlardan foydalaning. Sut bilan propitka qilib olamiz. Yengilroq, juda ham bo'ktirib yubormanglar. Banan bilan yoki boshqa mevalar bilan ichini to'yg'izib olishingiz mumkin va tayyorlab qo'yilgan kremni chiroyli qilib bezatib, ustidan yana qolgan urg'oqlarni sepib olamiz. Mana hammasiga urg'oqlardan sepib oldik. Siz boshqacha idishda ham tayyorlasangiz chiroyli ko'rinish beradi. Ustini mevalar bilan bezatib olamiz. Mana azizlarim, yana bir desertni siz bilan o'rganib oldik. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Juda ham mayin holatda tayyor bo'ladi. Sotuvga ham yoki bo'lmasa chiroyli to'y marosimlariga ham bemalol o'zingiz tayyorlab mehmonlarga tortiq qilishingiz mumkin.